Barchaga assalomu alaykum. Biz Sonic X jamoasi ijtimoiy tarmoqlaridamiz va ushbu jamoa Bombar kompaniyasi bilan hamkorlikda ajoyib bir media turniriga start beryapti. Bombar Cup deb nomlanadi. Bu qisqagina kompakt turnir va ikkita yarim finaldan iborat uchta uchrashuv, juda ham qiziqarli o'yinlar bo'lishi kutilyapti. Katta maydon, o'ziga yarasha qonun qoidasi bor, o'yinlarning yanada qiziqarli o'tishini ta'minlab beradigan va mana shu turnirning qur'a tashlash marosimini hozir sizning ko'z o'ngingizda o'tkazamiz. Bugungi hamrohim Baxtiyor Raimjonov bilan birgalikda. Baxtiyor Raimjonov mana shu turnir qatnashchilaridan biri, tanish-bilish jamoasi a'zosi. Shuningdek, bu turnirda Sonic X albatta qatnashadi. One Touch Blaze hamda Legends jamoalari. Bu Legendsni hozir biz mana e'lon qilyapmiz. Undan oldin noma'lum edi 4-jamoa. Mana shu bugun siz ko'rayotgan efirda 4-jamoani ham e'lon qildik va o'ylaymanki, bu yog'iga endi hamma o'z raqibini taxminan bilib oldi. Konkret kim-kimga tushishini esa mana hozir sharlar yordamida aniqlaymiz, lekin undan oldin turnirning formatiga to'xtalib o'tsak, chunki savollar tug'iladi. Shu joyning o'zida hamma savollarga javob berib ketamiz. Bombar Cup 4 jamoa, 2 yarim final, 1 final, 3 o'yindan iborat. Qoidalar: 26 ta futbolchi har bitta jamoada qatnashadi. O'yin davomida birinchi bo'limda kamida 15 daqiqa bloger maydonda bo'lishi shart. O'zgarishlar soni cheklanmagan. Shuningdek, o'yin vaqti 80 daqiqa. Ikkita bo'lim, har bittasi 40 daqiqadan, o'rtada ozgina tanaffusi ham bor. 15 daqiqa, katta futbolga o'xshab. Ikkita uchrashuv Lokomotiv akademiyasi maydonlarida o'tkaziladi 21 dekabr kuni. Vaqtlarni ham mana yozib qoldirishadi. Final esa, diqqat qiling, final yangi qurilgan Olimpiya stadionida bo'lib o'tadi. Borib Olimpiya shaharchasini ko'rib, Olimpiya stadionini ham bevosita ichidan tomosha qilib qatnashib kelishingiz mumkin. Barcha muxlislarni taklif etib qolamiz. O'ylaymanki, unutilmas turnirga aylanadi. Qolaversa, motivatsiya ham bor. Bombar Cupda birinchi o'rin egasiga $1,500 miqdorida mukofot ham ajratilgan. Mana shu. Endi albatta bu ishtirokchilar qanaqadir mablag' uchun emas, lekin ozgina bir nima deydi, motivatsiya bo'ladi bu narsa ham. Aslida bu yerda futbolni yaxshi ko'radigan, qaysidir ma'noda bolaligidan futbolchi bo'lishni orzu qilgan, kimdir erishadi, kimdir erisha olmaydi. Mana shunday media turnirlar esa orzuning qanchadir qismini ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Chunki u yerda hammasi professional darajada tashkil etiladi. Mana ko'ryapsiz, stadionlar, professional futbol o'ynaladigan stadionlar, qolaversa jamoa a'zolari orasida ham futbolchilar, sobiq futbolchilar bor, blogerlar bor, yaxshi futbol o'ynaydigan yigitlar yig'ilgan. Endi Sonic X'ni bilasiz, Hojimat Erkinov jamoa rahbari hisoblanadi. Maydonga tushmaydi, lekin maydon chetida har doimgidek jamoasiga yordam berib turadi. Bombar Cupda blogerlar ham qatnashadi dedi. Ularni endi keyinroq e'lon qilamiz. Matbuot anjumani tashkil etiladi. Shunda bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana qoidalarga chuqurroq to'xtalsak, Baxtiyor, nima qoidalari bor? Ya'ni bar media turnirda farq qiladi-yu katta futboldan. Nimadir fishkalar qo'shiladi, o'yin qiziqarliroq, temp yuqoriroq bo'lishi uchun. To'g'ri. Siz aytib o'tgandek, 3 ta o'yindan iborat bo'ladiki, mana qizil kartochka oldi. Darhol maydon tark etadi, lekin navbatdagi o'yinda ishtirok etishi mumkin. Bunaqa qoidasi bor. Durang bo'lgandan keyin extra time qo'shilmaydi. Penalti. Shunisi zo'r. Darhol penalti beriladi. Bu hammasi nima orqali bo'linadi? Kim birinchi to'p tepish, shu tanga orqali. Ikkinchi tarafi ham bor. Kimdir penalti tepadi, kimdir bullet qiladi. Bullet ham bor. Bullet ham bor. Bulletni qisqacha aytib ketaylik, kimdir biladi yoki yo'q. Bu birga bir chiqib gol urish. Oldin bir paytlar FIFA eksperiment qilgan bu narsani, penaltilar o'rniga bulletlar tepilgan. Xokkeyda qo'llaniladi. Shu maydonning markazidan ketdi, birga bir chiqadi qaysidir futbolchi, darvozabon ham unga qarshi chiqib turib yoki qaytara oladi yoki qaytara olmaydi. Penaltidan ko'ra qanaqadir futbolga yaqinroq. Albatta. Yana bir bonus, bir show bonus bor. U yerda tanaffus bo'lganda prezident jamoaning prezidenti chiqadi
va ular ham penalti tepishadi. Shu joyi qiziq bo'ldi. Endi Lekin bilasizmi, kim gol ursa, asosiy o'yinni bir raqamiga qo'shiladi. Gollar soni qo'shiladi. Gollar soni qo'shiladi. Keyin men bilishim bo'yicha qanaqadir yana bir o'ziga xos qoida borki, gol ikkitaga hisoblanadi. Bu qanaqa u? Bu mana agar jamoa, mana yangilik, agar jamoa qizil koptok challenge-ni olsa, bitta gol ikkitaga hisoblanadi. Necha daqiqa 3 daqiqa amal qiladi? 3 daqiqa amal qiladi. Bitta jamoa o'yin davomida bir marta Ishlata oladi. qizil to'p challenge-ni hakamdan so'raydi. O'sha 3 daqiqa ichida gol ursa ikkitaga hisoblanadi. Endi bu o'sha jamoa prezidenti deymizmi, murabbiy deymizmi, qaysi payt bu challenge-dan foydalanishi muhim bo'lsa kerak. Albatta, albatta. Yana bitta qo'shimcha qilib ketaman, Baxtiyor. Mana 3 daqiqani oldi, 1 daqiqada gol urib qo'ydi. 1 daqiqadagi gol ursa, 2 daqiqasi bo'ldi, tamom degani. Bo'ldi, ya'ni foydalanib bo'ldi bu imkoniyat. To'pato'g'ri, foydalanib bo'ldi. Ya'ni qizil to'p qoidasi shu joyda to'xtatiladi, odatiy o'yin davom etadi. Ya'ni gol bittaga hisoblanadi. Ya'ni bu bitta imkoniyat. Ikkita urish, bitta urib turib ikkitaga hisoblash uchun bitta imkoniyat. Navbatdagi Davron aka, navbatdagi kartochkamiz, aynan +1 kartochkasi. Aytaylik 11 ta futbolchi maydonda o'ynaydi. Bu +1 12 o'yinchi uchun bu kartochka foydalanadi. Demak, maydonda 12 ta futbolchi Bu qancha davom etadi? suradi. Bu ham 3 daqiqa davom etadi. Bundan ham o'yin davomida har bitta jamoa bir marta foydalanishi mumkin. 3 daqiqaga 12-o'yinchisini tushirishi mumkin. Bu yerda menimcha oxirigacha o'ynab qo'yishadi. 3 daqiqa to'xtatilmaydi va o'ylaymanki, bu ham bir taktik o'yinlarga sabab bo'ladi. Kimdir boshidan turib bosim qilmoqchi bo'ladi, kimdir oxirga yutqizayotgan joyida olib qo'yay deydi. Lekin yutqizmasligi ham mumkin. Xullas, juda qiziq challengelar taklif qilishyapti Bombard tashkilotchilari. Ko'ringlar, jarayonni o'zida yanada qiziqib ketasizlar. Yarim finallar 21-dekabr kuni Lokomotiv akademiyasida o'tkaziladi. Yana batafsil ma'lumotni Sonic X'ning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yozib qoldiriladi. Jamoalarga omad tilaymiz. Finalda esa umid qilamanki, juda ko'p muxlis tashrif buyuradi, chunki katta stadionda o'tishini hisobga oladigan bo'lsak, atmosfera qanchalik, ya'ni atmosferani zo'r o'tishi muxlislarga bog'liq. To'pato'g'ri. Vaqtini ham aytib ketaman, mayli. 21-dekabr kuni 11 da va 2 da, ya'ni 14:00 da ikkita yarim final uchrashuvlari o'tkaziladi. Final o'yini esa 15:00 da Olimpiya stadionida start oladi. Barcha ma'lumotlarni berdik, endi asosiy jarayonni boshlasak bo'ladi menimcha. Kirish bepul joyini Muhim joyi. Muhim joyi. Juda muhim. Har bir muxlis uchun o'yinga kirish bepul. Mutlaqo bepul. Kelib maza qilib ko'rib, ketib o'zingizlarni yoqtirgan jamoalarni qo'llab-quvvatlasanglar, shuni o'zi yetadi. Oldindan chipta olish ham shart emas, ya'ni bepul Yo'q. buyurtma qilish shart emas. Shundoq kelishadi va Xudo tarafdan joy egallashadi. Hamma ma'lumotlarni aytdik. Mana endi eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. 4 ta jamoani bir-biriga raqib qilamiz. Qur'a tashlash marosimi qoidasini ham tushuntirib ketaman. O'zi qoida ko'p emas. 4 ta shar, har bitta jamoa olinadi ketma-ket. Faqat birinchi, ikkinchi ochilgan bir-biriga raqib emas, birinchi va uchinchi, ikkinchi va to'rtinchi bir-biriga raqib bo'ladi. Mana shu joyiga hozir aytib ketay shu joyini. Va men o'zim olar ekanman sharni, chunki bu yerda o'tirganlar va Baxtiyor ham, ular hammasi qaysidir jamoaning futbolchisi yoki murabbiyi yoki klub prezidenti hisoblanadi. Shuning uchun men neytral sifatida, taklif etilgan mehmon sifatida sharlarni ochaman. Boshladik do'stlar, qur'a tashlash marosimini. Mana ijozatinglar bilan birinchi jamoa. Qaramaymiz. FC Legends kimga qanday qulay bo'lsa, afsonalar desa ham bo'ladi. Birinchi jamoa. Hozir ikkinchi juftlikning birinchi jamoasini hozir aniqlaymiz. Uchinchisida esa Legendsning raqiblari aniqlanadi. Xo'p. Ikkinchi jamoamiz nomi
FC tanish bilish. Mana Bizni jamoa birinchi chiqqan mezbon bo'ladi odatda. Mana mezbon bo'ldinglar. O'zi hamma bu yerda mezbonu. Endi Legends jamoasining raqibi FC One Tash Blaze. Kutib oling, birinchi juftlik ma'lum. Birinchi juftlik 21 dekabr 11:00 da o'ynaydi Lokomotiv akademiyasida. 11:00 da mana shu o'yin. Endi tushunarli-a? 4-jamoa qaysi ekanligi, lekin aytmaymiz, rasmiy qilamiz hammasini. FC Sonic X 4-jamoa, demak, ikkinchi yarim final 14:00 da 21 dekabr kuni FC Sonic X hamda tanish bilish o'zaro bahs olib boradi. O'ylaymanki, bu ham bir final oldidan final deyishimiz mumkin. Ikkala jamoa tarkibida zo'r o'yinchilar bor. Va shu juftliklarning g'oliblari finalda o'zaro to'qnash keladi. Kim g'olib bo'lishini esa hozirdan aytishimiz qiyin. O'yin ko'rsatadi. Endi nima deysiz? Fikringiz, favoritlar bormi juftliklarda? To'g'risini aytsam, juda ham qiziq bo'ldi qur'a tashlash marosimi, chunki har bitta komandani men ko'rganman, bilaman, hamma o'zicha kuchlik va o'ylaymanki, baribir ham eng kuchli jamoa yutadi, nima bo'lgan taqdirda ham. Lekin bitta narsani bilaman, har bir jamoa hozirgi paytgacha mehnat qilib kelmoqda va ko'ramiz u yog'ini o'yin paytida nima bo'lar ekan. 24 dekabr kuni mana shu juftliklar g'oliblari o'zaro bahs olib borishadi 15:00 da Olimpiya stadionida. Bizni kuzatib borayotganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Eng qiziq onlar hali oldinda, o'yinlardan ham kontentlar namoyish etiladi. Darvoqe YouTube'da jonli translyatsiya bor. O'yinlar jonli tarzda Sonic X sahifalarida, YouTube'da va keyinchalik Instagramda ham qiziqarli vaziyatlar namoyish etib boriladi, lekin ishoning, YouTube'da ko'rish boshqa, stadionda o'tirib u yerdagi energetikani his qilish ham boshqa. Bombar Cup start oldi, rasman bugundan boshlab u yog'iga qo'shiling, hali imkoniyat bor, kirish tekin, hammani kutib qolamiz. Меня зовут Хан, я от команды Tanish Bilish Team, и вот прошла жеребьевка o'tib ketdi, и biza hozir Sonic komandasi bilan tushdik. Манда Бойломан очень красиво все будет, они делают на уровне, делают по красоте, просто приходите, кайфуйте, наслаждайтесь футболом, смотрите YouTube-трансляции, я вообще не топлю ни за кого, я думаю, что будет просто красивый, классный футбол. Конечно же, здесь у нас есть легенды, с которыми нужно аккуратнее разговаривать, есть у нас Sonic, которые там суперзвезды, у нас есть One Tash Blaze и мы Tanish Bilish Team. Мы на спокойном, на уверенном просто будем выходить, доказывать, показывать время, время доказывать. Поэтому бемалол, келіп, маза қылып, тамаша қылып кетіңлер, онлайн YouTube'da ko'ringlar. С вами был Хан, Tanish Bilish Team. Пока-пока. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men One Tash Blaze jamoasining uchreditsiya sostavidaman, ya'ni jamoa asoschilaridanman. Hozirgi gapirib o'tgan jamoa Tanish Bilish jamoasini o'yinchisi ekan. Men to'g'risini aytsam tushunmadim, nega o'yinchi gapirdi, chunki hozir jamoa asoschilari gapirish kerak ekan, nomayli. Hozir qur'a tashlash marosimini guvohiga aylandinglar. Juda zo'r o'tdi. Men prям aynan shu jamoalar bir-biriga to'qnash kelishni xohlayotgan edim. Va xudo xolasa legendalar bilan, afsonalari bilan cho'tki o'yin ko'rsatamiz. Masalan, men tan olaman. 1-sinf, 2-sinfligimda Adammani, Odilaka Ahmedov, Ignat Nesterov va yana ko'plab legendalarni o'yiniga olib chiqib, ularni menga o'yinni ko'rsatganlar. Va hozir endi ular bilan bitta maydonda men to'p suraman va ularga qarshi men o'sha futbol o'ynayman. O'zimning jamoam bilan birgalikda. Bu juda bir biz uchun katta shak bo'ladi. Budishimi, chunki baribir bunaqa insonlar bilan har kuni ham o'ynayvermaysiz va albatta hammalarni maydonga taklif qilamiz. Soat 11:00 da Lokomotiv akademiyasining stadionida va qolgan jamoalar haqida fikrimni bildiradigan bo'lsam, Sonic jamoasi bilan biz oldin to'qnash kelganmiz va afsuski bizga juda yomon hisob bo'lgan. 4-1 hisobida yutqizganmiz. No, biz o'yindan keyin, ya'ni men juda bir kuchli atvet video qilgan edim, kim esida bo'lsa va agar iloji bo'lsa shu videoni qo'yib bersa, men o'tda aytganman. Biz juda kuchli bo'lib qaytamiz deb va o'zimning va'damni ustida turaman. Inshaalloh 21-da biz legendalar bilan o'ynaymiz, 24-da aynan shu joyda agarda bizdan fikr so'rashsa, bunaqa emas, aniq kubok bilan o'tiraman.
Xudo xohlasa do'stlar, hammasini guvohiga aylanasizlar va hammasi chiroyli o'tadi degan umiddaman. Hammaga rahmat, sizlar bilan muhayistik. Assalomu alaykum hammaga. Mana qur'a jarayonini o'tkazib oldik. Inshaalloh qur'a jarayonidan keyin nima deya olaman? Birinchi o'chirt Alloh xayrli qilsin bunaqa turnirimizni. Bundan keyin bundan ham zo'r turnirlar tashkil qilishimiz nasib qilsin. Nima deya olaman? Hammasi yaxshi, chiroyli muxlislar tomosha qiladigan futbol shousi bo'lsin. Qur'a jarayonidan men o'zi qur'a jarayoni farqi yo'q edi. O'zi 4 tagina ekanman-da. Men xursandman qur'a jarayonidan. Inshaalloh poylada endi muxlislar bob, bizani bolalar, boshqa komanda bolalari futbol shousi ko'rsatishadi degan umiddaman. Sizlarni ham o'yinlarga kelib futbol shousini tomosha qilishinglarni tilab qolaman. Hammaga rahmat.